Serialimizning avvalgi qismlarida birinchi qismda men tongda turdim va yeyishga hech nima yo'q edi. Shu sababli men bozorga bordim va bozordan narsalar olib keldim. Undan keyin esa men uchrashuvga chiqdim va u qiz bilan ancha yaxshi tanishib oldim. Va keyin menga bir qo'shnim zilzila va meteorit bo'lishini aytdi. Unga ishonmasdan televizorda ham shu narsani ko'rdim. Va undan keyin ishonishni boshladim va bir kuni ertalab o'qishga ketayotganimda zilzila boshlandi. O'sha zilziladan hamma vahimaga tushdi va bizda ikkinchi qism meteorit va zilziladan so'ng hamma yoq shunaqa vayrona bo'lgan edi va men ko'chaga chiqib tiriklarni izlay boshladim va zilzila paytida tirik qolgan bo'lsa kerak deb uchrashgan qizimni oldiga keldim va u tirik qolgan ekan va biz bu bilan tirik qolishga harakat qildik, ovqatlar izladik va mana bunday binolarga kirdik va o'zimizga kerakli narsalarni qilib, biz esa yangi odam topdik. U ham tirik qolgan ekan va u bilan suhbatlashib turgan paytim bizga qandaydir maxluq hujum qildi. U qanaqa maxluqligini bilmadim. Va endi 3-qism. Biz u bola bilan ancha tanishib oldik. Va 3-qismda biz o'zimizga qurol izlashni boshladik va biz maqsadga erishdik. Biz qurol topdik, faqat bittagina. Uni esa men olib yurdim. Undan keyin biz oziq-ovqat izlashni boshladik. U yerda biz yana bir odamga duch keldik. U ham tirik qolgan ekan zilzila paytida va biz o'zimizga ovqatlarni topganimizdan so'ng u yerdan ketdik va bizga yana qandaydir maxluq hujum qildi va men qurolim bilan otdim. Undan keyin biz qandaydir qishloqqa keldik va u qishloqda yana bitta qurol bor edi. Uni esa mana bu yangi bola oldi va u yerda ham bizga maxluqlar hujum qila boshladi va u maxluqlarni men o'ldirdim. Oxirida esa qandaydir maxluq hujum qildi. Davomini oxirgi qismni hozir ko'rasiz. Shahardan bu narsa izlaganimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Mana bunday zo'r qurollarni topdik. Juda ham zo'r bo'ldi. Yigitlar, ana u qizni maxluq o'ldirib qo'ydi. Nima? Qanaqasiga? O Frenki tezroq ko'raylik. Nimaga ogohlantirmadi bizni? Tezroq ko'rchi, qani ko'raylik. Nima? Chindan ham o'libdi, buni qara. Juda ham qo'rqinchli. Oyoq ham uzilib ketibdi. Yaramas. Ozgina kechroq kelibmiz-da. Gaping to'g'ri. Endi nima qilamiz? Bilmadim. Endi nima qilamiz? Endi buni tashlab ketamiz, chunki joni uzilib bo'libdi. Endi bu yerdan tezroq ketmasak, maxluqlar yana keladi. Gaping to'g'ri. Qani ketdik. Unday bo'lsa tezroq bu yerdan ketish kerak va o'zimizga yana boshpana topish kerak yoki yordam chaqirish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Nima? Nima? Maxluq yana kelyapti, tezroq berkin. Meni ko'rmadi shekilli. Meni ko'rmadi menimcha. Sekin uni otaman va mana o'qlar tegishi qiyin bo'lyapti. Mana qo'yat, o'ldi. Ana usi yo'q bo'lib qoldi. Nima, qayoqqa yo'q bo'ldi? Bilmadim. Yana bittasi yo'q bo'lib qoldi. Ehtiyot bo'l, orqamizdan kelib qolmasin. Orqaga sen qarab tur unda. Bo'ldi, chiqdi. Bo'ldi mana. Mana shu yerda. Yo'q, biz tomonga kelyapti. Yo'q. Nima? Nima? Hali ham o'ldi. Oldimga kelib agar 2 dona o'qni kechroq otganimda hozir men o'lgan bo'lardim. Frenki, sendan yaxshi xabar kutyapman. Xullas, radiodagilar aytdi, maxluqlar paydo bo'libdi. Ular bizga yordam jo'natishdi, lekin bu yerda kimdir maxluqlarni chalg'itib turish kerak. Menda qurollar bor. Mayli. Senga ishonganim uchun. Sekin qizim sen bilan ketsin. Senga ishonaman. Sen uni uyiga olib bor yoki yangi shaharga. Men o'zim maxluqlarni chalg'itib turaman, tushunarlimi? Lekin men qolsam ham bo'lardi. Yo'q, sen boraver. Senga ishondim. Mayli, unday bo'lsa yur ketdik. Yo'q, siz ham biz bilan yuring. Men ham hozir boraman maxluqlarni hal qilganimdan keyin. Yaxshi boringlar. Yo'q, qanaqa zombini bolasi yana. Nima bu? Jon Temurdanmi? Ozgina qoldi. Ana endi qornim och ekan, qornimni to'yg'izib olishim kerak avval. Mana bu nonni yeb olaman. Va qornim to'ydi. Ana endi bu yerda maxluq turibdi va otamiz o'q tegmayapti, tegdi shekilli. Buni otamiz, mana buniki otamiz. Yo'q, yuzini qara, juda ham g'alati. Mana bu nimagadir men tomonga kelmayapti, meni ko'rsa ham.
Ha, mana buni yuzini qara, qanaqa qo'rqinchli. Mana bu. Yo'q, endi kelyapti. Yo'q. Nima namuncha tez yuradi bu? Ot. Tezroq. O'q tugab qoldi. Ana bo'ldi. Ha, namuncha tez o'qlaydi. Sekin o'qlaydi demoqchi edim. Yo'q, men tomonga kelyapti. Nima o'ladimi bu? Joni nima temirdanmi? Yo'q, o'lmayapti. Tezroq o'ldirishim kerak. Yo'q. Ha, menimcha o'ldi. Ha, menimcha yo'q, o'lmadi menimcha. Ha, o'lmadi. Tezroq o'ldirishim kerak. Yo'q, o'q-dorilar tugabdi. Faqat to'pponchamni o'q qolibdi. Ha, mayli, shu bilan ham otaman. Tezroq otishim kerak. Va mana bu to'pponchani otaman. Yaxshi. Mana bu to'pponchalar hozircha menga qarab kelmayapti. Juda yaxshi, lekin o'lmayapti. Joni juda ham ko'p ekan. Va bu o'lmayapti. Va endi menga qarab kelyapti. Yo'q. Tezroq. O'ldi. Mana bunisi nima? Ha, menimcha mahluqlardan qoladigan shunaqa narsa shekilli. Mana bu meni olmasam bo'lmaydi. Menga quvvat bo'lishi kerak bu. Ha, tezroq olaman. Uni ketdigunda mana bu narsani ham o'ldirdim. Bu yerda yana bitta mahluq turibdi. Men anchagina mahluqlarni o'ldirib qo'ydim yana va mana buni ham o'ldiraman. Yana bittasi yugurib kelyapti men tomonga. Yo'q. Kema. Iltimos, kema. Mana bu narsani yo'q qilib yubordim. Mana menga qarab turibdi. Lekin kelishga yurak yetmayapti shekilli kemadi. Bular juda ham tez o'lar ekan. Yaxshi. Mana bu yerda qandaydir g'alati odammi nima bu? O'zga sayyoralikmi nima? Qanaqa mahluq bo'ldi endi bu? Mana bu o'sha mahluqlardan qoladigan narsa ekan. Zarar yo'q menimcha. Bu mana buni yuzlarini, mana bu yerda yana mahluq bor. Atrofda boshqa mahluq qolmadi. Mana shular qoldi, lekin ular uzoqni ko'rmaydi shekilli, men tomonga yaqinlashmayapti. Va ancha yaqiniga borgandan keyin kelyapti. Xuddi mana bunga o'xshab mana bu ham kelyapti, demak oldimga. Va buni ham o'qim tugadi va yana o'qladim. Ana endi buni ham o'ldirishim kerak. Tezroq. O't och. Va bu ham o'ldi. Ha, bittagina mana bu qoldi. Buni ham o'ldirsam bo'ldi menimcha. Ha, buni ham tezroq o'ldirishim kerak. Mana buni otaman. Yaramas, tezroq o'l. Yo'q, kelyapti men tomonga. Ot, tezroq. Tezroq ot, nimaga otmaydi bu? Demak, bu uzoqni unchalik yaxshi eshitmaydi va yaxshi ko'rmaydi. Shu sababdan men uzoqlashganimdan keyin menga yaqinlashmayapti. Bu meni foydam uchun ishladi, mayli. Menimcha Frenki bilan sevgan qizim ancha ketib qoldi. Balkim ulgurarman men ham ularni oldiga borishga. Mana bu nima endi? Yo'q, ham bo'lib qoldi. Ha, endi ularning oldiga tezroq borishim kerak. Frenki, xullas hozir yordamchi kuch kelyapti, ana. Xullas nima qilish kerak? To'g'risi, mana bu pastda mahluqlar bor. Bularni kimdir bomba bilan portlatish kerak. Lekin bir kishi shu yerda qolishi kerak. Nima qilamiz? Ha, mayli, men qolaman. Men qolsamchi? Yo'q, sen baxtli bo'la qol. Meni hozircha sevgan qizim yo'q. Senda esa bor. Seni baxtli bo'lishingni istayapman. Ha, rahmat. Bu yaxshiligingni unutmayman. O'sha qo'lingdagi narsa bilan portlatsang bo'lgani. Lekin bu qo'lingdan kelarmikin? Bu yerga oldimga kelgan, iltimos. Mana buni qara. Hamma yoq mahluqlar bilan to'la. Hozir biz vertolyotga o'tirib jo'nasak, baribir ular bizga hujum qiladi. Shuning uchun bir kishi bu yerda chalg'itib turish kerak, portlatish kerak. O'sha odam menman. Iltimos, balkim menga ulgurarsan. Yo'q, bemalol ketaveringlar. Men sen uchun jonimni fido qildim. Rahmat. Men ham bu yerga tezroq bombani qo'yishim kerak. O'ylaymanki, vertolyotda ketib qolishga ulguramiz. Mana buni to'g'rilayman. 7 sekunddan keyin portlaydi va tezroq qoch deganda vertolyotga o'tir. Va do'stlar, men undan keyin boshqa shaharga eson-omon borib qoldim. Ya'ni sevgan qizim bilan. Frenki esa o'ldi. Ko'rib turganingizdek, serialimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Men boshimdan o'tkazgan narsalarimni sizga aytib berdim va ko'rsatib ham berdim. O'ylaymanki, sizga bular yoqdi. Albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling, kommentariy yozish ham esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat, serialimni ko'rganlar uchun, menga obuna bo'lganlar uchun.
Va yana bir iltimos, Telegram kanalimga ham o'tib, obuna bo'ling. Telegram kanalimda anchadan beri 100 ta bo'lmoqchiman. Sizga buni yordamingiz kerak. Hammaga rahmat. Yanagi seriallarda ko'rishguncha.